Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugungi brifingda Davlat kadastrlar palatasi Surxondaryo viloyat boshqarmasining Uzun tuman filiali tomonidan O'zbekiston Respublikasining 2024-yil 5-avgustdagi o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularga qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi 937-sonli qonun ijrosi doirasida olib borilayotgan xatlov ishlarini va ularning amaliy natijalari haqida ma'lumot beramiz. Bugungi kunga qadar Uzun tumanida jami 7503 ta ko'chmas mulk obyekti xatlovdan o'tkazildi. Shundan 5773 ta obyekt bo'yicha ma'lumotlar UZCAD axborot tizimiga kiritildi. 5316 ta obyekt esa e'tirof avtomatlashtirilgan axborot tizimiga joylashtirildi. Bundan tashqari 1329 ta obyekt bo'yicha hujjatlar tegishli mas'ul komissiyalar tomonidan belgilangan tartibda ko'rib chiqilmoqda. Shu bilan birga ayrim hujjatlarda tashkiliy o'zgarishlar tufayli xatlov jarayonlariga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatadigan holatlar ham kuzatildi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 20-maydagi 294 son qaror talablari hamda xalq deputatlarining viloyat kengashi qarorlariga asosida mahallalarda qayta tashkil etish ishlari, tumanning Zarkamar va Mehnat mahallalarida xatlov jarayonlari, yer uchastkalari chegaralarining ustma-ust tushishi hamda mahalla chegaralariga oid kadastr ma'lumotlari tafovutligi aniqlanganligi sabab ushbu hudud xatlov ishlari reja grafikdan qisman kechikdi. Mazkur holatdagi xatlov ishlarining ayrim bosqichlarini belgilangan muddatda kechiktirilgan bo'lsa-da, bugungi kunga mazkur o'zgarishlar inobatga olingan holda yangilangan reja grafik asosida xatlov ishlari izchil davom ettiriladi. Hurmatli yurtdoshlar, qonun ijrosi doirasida Uzun tumanidagi barcha mahallalarda texnik xatlov ishlari bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Hech bir mahalla yoki xonadon ushbu jarayondan chetda qolmaydi. Uyingizga tashrif buyurgan kadastr xodimi uning xizmat guvohnomasi, BJG va maxsus xizmat kiyim orqali aniqlashingiz mumkinligini eslatib o'tamiz. Soxta shaxslarga aldanmang. Xatlov ishlari amalga qonunchilikka muvofiq mutlaqo bepul amalga oshiriladi. Mazkur jarayonda noqonuniy holatlarga duch kelgan taqdiringizda kadastr agentligining 1097 qisqa ishonch telefoniga murojaat qilishingiz mumkin. Fuqarolar va tadbirkorlarga o'zlariga tegishli yer uchastkalari hamda ko'chmas mulkka oid hujjatlarni qayta ko'rib chiqib va mavjud kamchilik va muammolarni qonunchilikka belgilangan tartibda bartaraf etish va mulklarni davlat ro'yxatidan o'tkazilishlaringizni so'raymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.